Bu bezak uchun eng avvalo chiziq tortib olamiz. Keyin ignaga 5 ta munchoq o'tkazib, 1 santimetrdan ignani kirgizib, orqaga 1/2 santimetr qayilib, ignani chiqarib olamiz, ipni tortamiz va yana 5 ta munchoq o'tkazamizda, uni ham xuddi shu taxlitda 1 santimetr oldinga yurib, orqaga 1/2 santimetr qaytamiz. O'shanda birinchi qatorni boshidan chiqadi. Bu ikkinchi qatorimizni o'rtasiga to'g'ri keladi. Xuddi shu ko'rinishda hammasini tikib olamiz oxirigacha. Videolarim foydali bo'lsa, reaksiya qoldirishingizni kutaman. Keyingi qatorimiz sariq munchoq, bitta to'rtburchak sariq payetka va uzun munchoq, keyin yana to'rtburchak payetka. Xuddi shu taxlitda buni ham tikib olamiz. Mana tayyor. Agar videolarim foydali bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va meni kuzatib boring. Bundan qiziq videolar hali oldinda.